Welcome to the White House. And Eid Mubarak. Bütün dünya musulmonlari uchun eng zo'r o'xshallanarliq kunlardan biri bo'layotgan Ro'za Hayit kuni oqshimi Amerika prezidenti Joe Biden Aqsaroyda o'tkazilgan Ro'za Hayitni tabriklash ziyofatida Uyg'urlarni alohida tilga oldi. Shuningdek, o'zining ularga bo'lgan hayitlik salomini yo'lladi. Joe Bidenning Twitter betida e'lon qilingan bu vaqtdagi uchurlarda aytilishicha, dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar ommasi duch kelayotgan turli bostirishlarni ayiblash hamda o'zlarining musulmonlar dunyosiga bo'lgan ezgu tilaklarini ifodalash uchun Oqsaroyda maxsus cho'ng ko'lamlik hayitlik ziyofat tayyorlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu ziyofatga Amerika Uyg'urlaridan Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkal hamda turmaga qamalgan Uyg'ur doktor Gulchan Abbasning muhojiratdagi qizi Ziba Murod taklif bo'yicha qatnashgan. Today around the world we're seeing so many Muslims being targeted with violence. No one should discriminate against or oppress or be oppressed for their religious beliefs. Nobody. Joe Biden ziyofatda alohida so'z qilib, navbatda dunyoning har qaysi joylarida musulmonlar ommasi zo'ravonlik hujumlarining va diniy bostirishlarning obyekti bo'lib qelyotidi. Bugun biz ashu xildagi musulmonlardan Ro'za Hayit o'tkazishga qodir bo'la olmayotgan Uyg'urlarni va Rohingyalarni chin qalbimizdan yod etamiz degan. We also remember all those who are not able to celebrate this holy day, including Muslims and Uyghurs and Rohingyas. And all those are facing famine, violence, conflict, and disease. Xabarda Bidenning so'zlaridan naql olgan holda Amerika tavasidagi musulmonlarning Amerika davlatining texnik qudrat tepishi uchun nasib qo'shayotganligidagi reallikqa alohida tashakkur etilgan. Shuning bilan birga Biden hukumati davrida musulmonlardan bo'lgan Rashad Husaynning tunji qitim Amerika hukumatining xalqaro diniy erkinlik bosh elchiligiga tayinlanganligini alohida tilga olgan. Xabarda aytilishicha, Amerika hukumatining muavin prezidenti Kamala Harrismi shu kuni o'zining Twitter betida butun dunyodagi musulmonlar jamoatiga o'zining hayitlik salomini yo'llagan. Hamda ailemizden bütün dünya musulmonlariga salom, Hayit Mubarak degan. Xitoy hukumati Uyg'urlardagi islom dini bilan bog'langan barliq urf-odatlarning hammasini terrorlik va oshqullikqa bog'lab irqiy qirg'inchilikni davom qildirishning bahonasi qilayotganda, Amerika hukumatining bu xildagi Ro'za Hayitlik faoliyatida Uyg'urlar masalasini alohida tilga olishi muhojiratdagi Uyg'urlarni to'liq xursand qilgan ishlardan biri bo'lib qolganligi ma'lum.